1200 dan ortiq lead va 40% konversiya. Bu biza jamoamiz bilan birgalikda performance marketing orqali mijozimizga, aynan detailing studiyasiga olib kelib bergan rezultatimiz hisoblanadi. Mijozimiz bizaga quyidagi muammo bilan aloqaga chiqdilar. Ular oxirgi 8 oy davomida Instagram sahifalarini yuritganlar, blog ko'rinishda qilinayotgan ishlarni ko'rsatib borganlar. Shuningdek, jamoaga, ya'ni SMM komanda targetga umumiy hisobda 8-10 ming dollar atrofida budjetni sarflab yuborganlar, lekin ularda hech qanaqa rezultat bo'lmagan. 8 oy ichida umuman Instagram orqali mijoz qabul qilmaganlar. Biz ularga performance marketing resheniyasini taklif qildik. Performance marketing resheniyasi davomida umumiy hisobda 60 ga yaqin kreativlar syomka qildik va 10 dan ortiq reklama kompaniyalari tashkil qildik. Umumiy hisobda 1200 dan ortiq lead tushirib berdik va u leadlar shunchaki telefon raqam va ism familiyasini yozib qoldirgan leadlar emas, ko'rib turgan formalarni to'ldirgan leadlar hisoblanadi. Shuningdek, bu kelib tushgan arizalarning 40% ga sotuv amalga oshirildi. Umidaga qanaqa bo'ldi? Mana 1,5-2 oycha bo'lib qoldi ish boshlanganiga. 2 oy ichida qisqa lo'nda qilib aytaman, bizani sotuvimizni, savdomizni xudo xolasa kamida 40% ga oshdi. Bu prosta gap emas, bu statistikamiz, o'zimizning ichki statistikamizda olib borilganda haqiqatan shunaqa bo'ldi. Va mijozimizni usluga narxi, ya'ni xizmat haqqi 300 AQSh dollardan boshlanadi. 1200, 1300 va 3000 AQSh dollargacha davom etadi. Bu har bir kelayotgan mijozi xohish istagidan kelib chiqqan holatda. Agarda siz ham detailing studiya rahbari bo'lsangiz va o'zingiz studiyangizda mijozlar oqimini hosil qilmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Biz sizga qanaqa mijozlar oqimini hosil qilish bo'yicha bepul konsultatsiya tashkillashtirib beramiz va konsultatsiya davomida performance marketingni biznesingizga qanchalik foyda olib kelish to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.